Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Bugungi videomizda ko'radigan 5 problem solving kodlarimizni sharti birinchisi satr ichidagi raqamlar sonini tekis hisoblang deyapti. Misol uchun bizda berilgan bo'lsin yozuvlar va harflar aralash. ABC 1 2 3 DFE misol uchun 4 5 6 va mana bu 9 6 3 raqamlar berilgan. Mana shu yerdagi raqamlarni topishimiz kerak. Print sum ya'ni summasini hisoblagan. C dot is digit deymiz. Ya'ni raqamligini tekshirgin. Is digit qilgandan keyin mana bu yerda for C in textni aylangan va buning ichidagi raqamlarni tekshirgan. Mana 9 ta raqam bor ekan. Aytaylik, mana bu 1 2 3 ni o'chiramanda boshqatdan qilsam 6 ta. Mana bunday qiladigan bo'lsam, mana 4 ta raqam borligini ko'rib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Parolni tekshiring. Imloviy xatolar bo'lsa, buning uchun uzr so'raymiz. To'g'rilab o'tirishga vaqt ketmasin. Asosiysi tushunib olishimiz kerak. Parolni tekshiring 8 ta belgidan uzun bo'lishi kerak. Mana buni aniq qilishimiz kerak. Yechishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Input qabul qilib olamiz. Parolni tekshiring deyapmiz. Mana parolni tekshiring deganimizdan keyin print qilamiz. Mana bu yerda yaxshi deymiz. Misol uchun agarki agar len p ya'ni uzunligi p ni katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa 8 dan else aks holatda yomon deymiz va to'xtatamiz. Mana run qilamiz. Parolni tekshirishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yaxshi deyapti. Qisqa anogam tekshirib ko'ramiz. Mana yaxshi deyapti. Raqamlar bo'yicha tekshirib ko'ramiz. 1 2 3 4 5 mana yomon. Demak 8 ta belgidan kam bo'ladigan bo'lsa nima qiladi? Yomonligini bizga aytib beradi. Kodimizga yechim topildi. Yoshini tekshiring 18 dan katta bo'lishi kerak deyapti. Bunda qanday bo'ladi? Yosh barobar yoshni tekshirishimiz kerak. Integer input ya'ni qabul qilib olamiz. Aytaylik, mana bu yerda yoshingiz deymiz. Mana bu yerga kelamizda. Mana yoshingiz sinfga qo'yib pastga tushamizda. Print qilamizda. Aytaylik kattalar deymizda. Mana bu yerga if agar yosh katta bo'ladigan bo'lsa yoki teng bo'ladigan bo'lsa 18 dan else voyaga yetmagan deymizda. To'xtatamiz. Mana shu yerda mana buni katta ekansiz deb qo'yaylik. Mantiqan to'g'ri bo'lsin. Yoshini 25 ta deymiz. Mana katta ekansiz. Boshqatdan run qilamizda 15 ta deymiz. Voyaga yetmagan degan yozuvni bizga nima qiladi? Chiqarib beradi. Demak, kodimizga to'g'ri yechim topildi. Keyingi shartimiz shunaqa ekanki, kiritilgan son 3 ga va 5 ga bo'linadimi, yo'qmi? Shuni tekshiring deyapti. Buning uchun n barobar integer input qaus ochamizda. Mana bu yerda son deymiz. Mana shu sonimizni nima qilishimiz kerak? Tekshirishimiz kerak. Print deymiz. Mana bu yerda ha bo'ladi. Agarki n'imiz bo'linadigan bo'lsa 3 ga teng chiqishi kerak 0 and n'imiz bo'linadigan bo'lsa 5 ga teng chiqishi kerak 0 else aks holatda nima yo'q deb qo'yamiz. Misol uchun run qilamiz 15 mana ha deyapti. Boshqatdan yana run qilamizda 7 deydigan bo'lsak mana yo'q deyapti. Demak, mana shu holatda nima qilishimiz mumkin ekan? Misolimizga yechim topishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi ro'yxatdagi eng katta va eng kichik sonni birgalikda chiqaring deyapti. Mana bu qanday bo'ladi? Nums aytaylik, bizda ro'yxat bor. Eng kichkinasi 45. Qolgani mana ketgan. Misol uchun mana shu ro'yxat bor bizda.
Buni chiqarishimiz uchun print qilamiz. Tak, birinchi print qilganimizdan keyin mana bu yerda aytaylik minimal, eng kichkina raqamni bilishimiz kerak. Virgul deymizda min deymiz. Nimaning ichida? Numsning ichidagi. Numsning ichidagi raqamlarning ichidagi. Virgul qo'yamizda max deymiz. Mana bu yerga virgul qo'yib turib max va numsning ichidagi. Run qiladigan bo'lsak, mana minimal 45, maksimal 740. Juda ham oson. Mana min nums, max nums. Mana shu holatda nima qilishimiz mumkin ekan? Ko'rib o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan kodlarimiz mana shulardan iborat edi. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.